Salom, aziz avtomobil ishqibozlari. Siz bilan yana sevimli kanalimiz Auto Review Zone va bugun sizlarga 2025 yilgi yangi Chevrolet Lacetti haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bu model O'zbekistonda juda mashhur bo'lib, ko'pchilik uchun ishonchli, tejamkor va chiroyli sedan sifatida tanilgan. Endi esa yangi avlod Lacetti yangicha dizayn, zamonaviy texnologiyalar va yaxshilangan qulaylik bilan qaytdi. Yangi 2025 Chevrolet Lacetti tashqi ko'rinishdan ancha jozibali. Old panjarasi kattaroq, LED farlar esa unga yanada zamonaviy va sportona ko'rinish beradi. Yon tomonlardagi aerodinamik chiziqlar mashinaga nafislik qo'shadi. Orqa qismini esa yangilangan LED chiroqlar bezab turibdi. Umuman olganda, Lacetti endi ko'rkamlik va amaliylikni birlashtirgan modelga aylangan. Salonga kirganingizda esa sizni zamonaviy interyer kutib oladi. Markazda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, Android Auto va Apple CarPlay tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Rulda ko'p funksiyali tugmalar mavjud, shuning uchun haydovchi barcha boshqaruvni o'z qo'lida ushlab turadi. Yangi modelning salon materiali ham sifatliroq, yumshoq plastik va charm o'rindiqlar qulaylikni ta'minlaydi. 2025 yilgi Lacetti ikki xil dvigatel variantida taqdim etiladi. 1.5 litrli benzinli motor va 1.4 litrli turbo dvigatel. Har ikkisi ham tejamkorlik va quvvat o'rtasida mukammal muvozanatni ta'minlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari ham mavjud bo'lib, foydalanuvchi o'z istagiga qarab tanlov qilishi mumkin. Yo'l tutishi yumshoq, suspenziya tizimi notekis yo'llarda ham silliq harakatni ta'minlaydi. Xavfsizlikka kelsak, Lacetti endi ilg'or tizimlar bilan jihozlangan. Avtomatik tormoz tizimi, yo'ldan chiqish ogohlantiruvchi funksiya, orqa kamera va to'liq havo yostiqchalari bilan haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini kafolatlaydi. Yoqilg'i sarfi esa juda tejamli, o'rtacha 6 litrgacha 100 km yo'l uchun. Xulosa qilib aytganda, yangi 2025 Chevrolet Lacetti o'z segmentida mukammal tanlov, qulay, zamonaviy, ishonchli va tejamkor. Agar siz ham shinamlik va chiroyli dizaynni qadrlasangiz, bu model siz uchun ayni mos. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosishni, fikrlaringizni kommentda yozishni va Auto Review Zone kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz sizga eng so'nggi avtomobil yangiliklarni olib kelishda davom etamiz.